O'zim azim bo'lmasa, nima senga shu kerakmi? 10 kundan beri aytaman-ku, ertaga muhim uchrashuvim bor. Yarim yildan beri tayyorlanganman. Senga nima yetmayapti o'zi? Undan ko'ra sog'lig'ingni o'ylasang-chi. Men ertaga ertaroq ishga ketishim kerak. Ko'ylagimni dazmollab qo'yarsan. Xo'p. Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz do'stlar. Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturi boshlanyapti. Barchaga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Onasi, Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Labay. nonushta uchun rahmat. Osh bo'lsin. Bilasanmi, men ishga juda ham shoshib turibman. Maktabga o'zing ham borarsan. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. Qanaqasiga? Kayfiyat a'lo darajadami? Albatta. Axir kecha aytdim-ku, bugun ish bo'yicha muhim uchrashuvim bor. Kechasi bilan tayyorlandim. Bu ish mening ishim. Ular hali seni ishga olishadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Ha, aytgancha, menga sen ishlashing muhim emas. Boy mavsum. Choyni ich o'g'lim. Qilamizki, qadrdonlarimizga ham bizni ekran qarshisida tomosha qilib turgan aziz do'stlarimizni barchalarga sayohatlaringiz va kuningiz baroridan kelsin aziz do'stlar va bizni asosan bekajonlarimiz Qani bolam, bo'la qol. Kiyina qol. Voy. Allo. Ha, oyi. Yaxshi dam oldingmi qizim? Assalomu alaykum. Agar shoshilinch gapingiz bo'lmasa, o'zim qo'yaraman, xo'pmi? Bu akangni tug'ilgan kuni. Men bilan birga borib kela olasizmi? Oyijon, faqat bugun emas, bugun muhim uchrashuvim bor. Qo'ysangchi. Tug'ilgan kun bir yilda bir marta bo'ladi. Akangga nima yoqishini o'zing bilasan. Tanlash borasan-da qizim. Xo'p, oyi, amalliman. Xo'p, harakat qilaman. Bo'pti qizim, kutaman. Xo'p. Chiqa qol bolam, chiqa qol. Yura qol bolam, tezroq. Voy uzr, kech qoldik ozgina. Hech qisi yo'q. O'qituvchini gapiga kirgan, xo'pmi o'g'lim? Oyi, bugun hisob ketasiz? Harakat qilaman bolam, xo'p. Bugun kechki odamlar majlisi bor. Kelish esingizdan chiqmasin. Xo'p, harakat qilaman. Guli, tez gapir. Opa, bugun bolalarim uyda qolganda qarab turing, iltimos. Guli, bugun muhim uchrashuvim bor. Rahmat opa, ishondim sizga. Assalomu alaykum. Familiya. Ish bo'yicha suhbatga kelgandim. Familiya. Islomova. 10 daqiqa kech qolibsiz. Qirg'izolmaymiz. Kira qolay, endi ruxsat berasizmi? Kech qolibsiz, qirg'izolmayman. Singiljonim, bir narsa qiling, iltimos sizdan. Yarim yildan beri tayyorlanaman bu narsaga. Xo'p deng, kirib chiqing, bir og'iz so'rang. Yo'qdi masala kerak, iltimos. Bo'pti, hozir so'rab beraman, birpas kutib turing. Xo'p, rahmat. Yaxshi. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Rahmat.
voy to'xting hech kimga mumkin emas. Men bu loyiha uchun tinmasdan orzuyim uchun harakat qilgan insonman. Uyimdan, bola chaqamdan ortiq harakat qildim. O'shim bo'lsa, chaqirarmiz, ko'rarmiz dermish. Odam orzusi uchun harakat qilishi nima ekanligini bilasizmi? Siz-ku menga ishonmassiz. Yaqinlarim ham ishongani yo'q. Hammaga isbotlamoqchi bo'ldim. Bir nimaga qodir ekanligimni isbotlamoqchi bo'ldim. Kasal qo'lidagi hech narsa kelmaydi demasliklari uchun ham harakat qildim. Tinmasdan harakat qildim. Yarim yildan beri mana shu loyihani ustida ishlayman. O'zi tirilish nimaligini bilasizmi? Saraton kasalligi nimaligini bilasizmi? Aybsiz bekalarga qoching. Bu tushundingizmi? Buni nomini shijoat deydilar. Nimaga baqirib turibsiz? Boring qaytaring uni. Xo'p bo'ladi. Xo'p.